Assalomu alaykum hurmatli Bodies obunachilari. Endilikda sport ozuqalari, vitamin va badlarni to'liq ma'lumotlarni Bodie'ning YouTube kanalidan ko'rib olishingiz mumkin. Bugun beradigan ma'lumotimiz sport ozuqalarining ichida eng ko'p o'rganilgan va shu bilan birgalikda eng ko'p muammolarga, xeytlarga sababchi bo'lgan kreatin sport ozuqasi haqida bo'ladi. Kreatinning tarixiga keladigan bo'lsak, 1832-yilda Michel Yujen tomonidan birinchi marotaba go'shtdan ajratib olingan bo'ladi va 1990-yilga kelibgina sport qo'shimchasi sifatida ishlatilishi boshlanadi. Ya'ni bitta kreatinni ajralish tarixi bilan sport qo'shimchasi sifatida kelish tarixiga 150 yil vaqt ketgan bo'ladi. Endi kreatin o'zi nima, qanday mahsulot, nima uchun kerak? Kreatinning asosiy vazifalari kuch miqdorini oshirib berishga, qayta tiklanishga yordam beradi, mushak massasini ma'lum miqdorga oshirishga yordam beradi. Undan tashqari ilmiy tomonlama isbotlangan, ya'ni kreatin monogidrati immuniy aqliy faoliyatni yaxshiroq oshirib berishda, stressni kamaytirishga ham foydasi juda ham foydali. Kreatin monogidrat muskullardagi ATFni, ya'ni adenozin trifosfatni tezroq tiklanishiga yordam beradi, ya'ni ko'paytirib berishga, energiyani ko'paytirishga yordam beradi. Endi navbat kreatinning ichilish tartibi va turlari haqida bo'ladi. Kreatinning turlari asosan 22 xil turi bor, lekin asosiy ishlatiladigani sport sohasida ishlatiladigani kreatin monogidrat, kreatin gidroxlorid bo'lib hisoblanadi. Eng ko'p ishlatiladigani kreatin monogidrat. Eng effektivnisi, narx bo'yicha arzon chiqadigani, ta'sir kuchi eng yuqorisi monogidrat hisoblanadi. Ya'ni kuch miqdorini juda yaxshi oshirib beradi, muskullarning orasiga suv yiqqani hisobida. Kreatin qay tartibda ichiladi? Kreatin monogidrat yoki gidroxlorid bo'lsa ham, aslan ichilish tartibi doimiylik juda katta muhim. Ya'ni juda katta rol o'ynaydi doimiylik ichilish tartibi. Unaqa gaplari yo'q. Ya'ni 20 grammdan 10 kun ichasiz, 30 grammdan 50 kun ichasiz, zapas qilasiz. Unaqa emas. 5 grammdan stabilni doimiy olib boriladi. Bez pererif, ya'ni dam olish kunlarisiz. Dam olish, araga kreatinga dam olish mutlaqo kerak emas. Doimiylik juda katta muhim. Doimiy 5 grammdan ichilgandan so'ng kreatin o'zi zapas yig'adi. Zapas yig'gandan keyin ishlashni boshlaydi. Ya'ni 6 kun, 7 kun, 1 hafta, 10 kundan keyingina kreatinning ta'sirini sezishimiz mumkin. Ya'ni doimiylik juda muhim. Araga 1 kun ichi, 1 kun dam olib, 1 kun ichi, 1 kun dam olish kreatinning ishlashini juda ham kamaytirib beradi. Kreatinning zararlari haqida gapirib o'tamiz. Agar siz aslida sog'lom bo'lsangiz, ya'ni sizda muammolar bo'lmasa, kasalliklar bo'lmasa, kreatin mutlaqo sizning organizmingizga zarar yetkazmaydi. Agar sizda buyragingizda muammo bo'lsa, ya'ni kasallik bo'lsa, kreatinni iste'mol qilishdan oldin doktor bilan maslahatlashishingizni so'rab qolamiz. Kreatinni original bilan qalbakisini farqlanishini o'rgatib o'tamiz sizga. Kreatin monogidrat suv massasidan og'irroq bo'ladi, ya'ni suvga aralashmaydi. Suvga aralashtirgandan so'ng 10 minut, 15 minutdan keyin cho'kma hosil qilib pastga cho'kib qoladi. Podelka kreatin, ya'ni qalbaki kreatin esa suvga yo aralashib ketadi yoki cho'kma hosil qilmaydi. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz bitta-bitta. Ko'pchilikga tushadigan savollardan bittasi yana kreatinning tamlik versiyasimi yoki bestam versiyasini olishni tanlolmay qolishadi. Kreatinning tamsiz versiyasi ko'proq ma'qul bo'ladi, ya'ni 5 gram loshkada bo'lsa, 5 gramdan 5 gram kreatin qabul qilamiz. Agar tamlik versiyasi bo'lsa, u ham unday qo'rqinchli emas. Masalan, 4,5 gram kreatin bo'ladi sostavda, 0,5 gram tam uchun ishlatilgan bo'ladi. Kimga qaysi qulay bo'lsa, o'shani ma'qul variantini olsalaringiz bo'ladi. Ko'proq tamsiz versiyasi ko'pchilikka ma'qul keladi. Nima tomonlama 100% kreatin monogidrat qabul qilinadi. Mana o'zi original kreatinni qanday cho'kma hosil qilishini, suvga aralashmasligini, suv massasidan og'ir bo'lgani uchun suvga aralashmasligini isbotlab beramiz. Kreatin so'lanadi. Solamiz. Original kreatin ana buni cho'kma hosil qiladi tezda, ya'ni 1 minutda, 2 minutda. Endi bitta narsa bu, agar masalan mikronizat 100% mikronizat variantlari bu, ya'ni 100% ezilgan variantlari pudrinli bo'ladi. Ular sal cho'kish prosesi vaqti sal uzoqroq bo'ladi. U ham bu podelka degani emas, ular ham original bo'ladi. Prosta Maxler'niki kristalli bo'lgani uchun tezda suvga cho'kma hosil qildi. Prostoy kreatin, ya'ni podelka kreatinlar esa ular cho'kma hosil qilmaydi, suv massasi bilan massasi aralashib ketadi. Uni ham ko'rsatib bermoqchi edik, lekin Bodie'ga podelka kreatin yo'q, afsuski. Bugun bergan ma'lumotimiz kreatin haqida bo'ldi. Bundan keyingi videolarda qaysi sport ozuqalari yoki qaysi vitamin badlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa,
opisaniyada yozsalaringiz bo'ladi. Ili kreatinni o'zidagi savollaringiz bo'lsa ham bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Sizlarni Bodystilni ikkita filialda ham kutib qolamiz. Buxoro shahardagi va G'ijduvon tumanidagi filiallarda. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Har kuni dam olish kunlarisiz 9 dan 9 gacha ishlaymiz.